Avgust oyida ulangan nok ko'chatlarimizning holati ko'rishlari mumkin. Limoncha noklarimiz bular. Birinchi yiloq xudo xolasa mana mevaga kiryapti. Bitta yo ikkita qilgan yo'qdim, qarang. Hosildorligi o'ta go'zal. Birinchi yiloq avgust oyida ulangan bularimiz. Xudo xolasa bu yil noyabr oyida ko'chirib sotuvga chiqarishni boshlaymiz. Gullari ko'rishlari mumkin. Hosildorligi juda go'zal. Xudo xolasa bu ko'chatlarimiz kuz mavsumiga tayyor bo'ladi. Kimga shunaqa ishonchli, sifatli, hosildor ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomerlar pastga yozilgan. Bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat.